mo'min musulmonlar hayotida to'ylar va vazima, ya'niki o'tganlarni eslab qilinadigan ehsonlardan iborat bo'lgan marosimlari bor. Xo'p, to'ylar odatda bir yangilikni e'lon qilish uchun qilinadi. Misol uchun, bir yigit uylansa, yangi oilani barpo bo'lganligini, nikohni e'lon qilmoqlik uchun valima ziyofatini qilishadi. Endi bir o'tganlarni eslab bir ehson bersa kimdir, albatta shuni o'tganlarni haqqiga bir duolar qilinadi. Bu ham bor narsa. Ya'ni falon kuni qilsin, pimadon kuni qilsin degan joyi yo'q. Agar ehson ulashib, ochlarni qornini to'yg'izib taom ulashsa, albatta bundan foyda bor, manfaat bor. Endi mana shu o'rinda oddiy qilib aytadigan bo'lsak, bugun to'ylarimiz risoladagidek o'tmayapti. Aksar to'ylarimiz kibr, manmanlik, xo'ja ko'rsinga berilib ketib qoldik. Oddiy misol uchun valima ziyofati. Valima ziyofati islomda bor bo'lgan ziyofat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollarga uylangan paytlarida o'zlari valima qilib berganlar, nikohlarini e'lon qilganlar. Sahobalarni ham shunga da'vat qilganlar, chaqirganlar. Bugungi kungacha mana shu valima ziyofati bor, lekin avvalgi shaklda emas. Bugun juda ham kattalashib ketib qoldik. Bugun dabdababozlik ko'payib ketdi. Uni ustiga ustak sarf xarajatlarda isrofgarchiliklarga ham juda ko'p yo'l qo'yishlar paydo bo'lib ketdi. O'zi asli bir sunnat amalidir bu. Shu to'g'risida Hazrati Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Aytadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Xaybar bilan Madinani orasida 3 kun turib qoldilar. Shu oralikda Safiya binti Huyayga uylandilar. Men musulmonlarni valimaga chaqirdim. Valima dasturxonida non ham yo'q edi, go'sht ham yo'q edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hazrati Bilal radhiyallohu anhu ga buyurdilar, teridan bo'lgan dasturxonlarni yozib, o'sha dasturxonga qurt, xurmo va sariyonni qo'ydilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam valimalari. Demak, topgan narsani qo'yish kerak ekanda, imkoniyatiga qarab qilish kerak ekanda valimani qiladigan odam. Mana shu hadis hammamizga albatta ibrat bo'ladi.